Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bolalar bog'chalarida albendazol tabletkasi berilayotgani bu bolalarning salomatligiga, ayniqsa jigar kasalligi bilan og'rigan bolalar uchun juda xavfliligi bo'yicha murojaat tarqalgan edi. Videorolikdagi fikrlarga oydinlik kiritish maqsadida biz Sanepid qo'mita Toshkent shahar boshqarmasi vakillaridan izoh so'radik. Sizlarni farzandingizga albendazol ichirishdimi? Hozirgi kunda bir ajoyib ish bo'lyapti. Bog'chada, maktablarda shu yosh bolalarga albendazol ichirishyapti. Ota-onalarni ogohlantirib, bilmasdan ichirayotganlar ham ko'p. Video ostida bolalarga tez profilaktika uchun dorilar berilishi, hozirda bog'cha va maktablarda berilayotgan albendazol tabletkasi har doim ham xavfsiz emasligi, sababi agar bolaning ichagi yoki jigarida muammo bo'lsa, bu zarar yetkazishi mumkinligi haqida izoh qoldirilgan. Albendazol jigarga yuklama beradi va nojo'ya ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Qabul qilishdan oldin bolaning sog'lom ekaniga ishonch hosil qilish juda muhim, deyiladi yana xabarda. O'rganishlarga ko'ra, darhaqiqat ayni paytda bog'cha va maktablarda albendazol tabletkasi tarqatilayotgani ma'lum bo'ldi. Xo'sh, videodagi xavotirli murojaatda nechog'lik asos bor? Bu yuzasidan tibbiyot mutaxassislari nima deydi? Darhaqiqat ijtimoiy tarmoqlarda bolalarga hozir berilayotgan albendazol dori preparatlarini jigarga ta'siri bo'yicha ota-onalar yoki boshqa xalqimiz tomonidan e'tirozlar bildirilmoqda. Bu e'tirozlarini biz o'rganib chiqdik. Bu albendazol dori preparatlari bolalarga gelmintoz, bolalarni ichak gelmintoz kasalliklari bo'yicha kamaytirish hamda sog'lomlashtirish maqsadida davlatimiz tomonidan Prezidentimizning qonunlari, qarorlari asosida hamda Sog'liqni saqlash vazirligining ko'rsatma xatlari asosida 2025-yilning 21-aprelidan 3-may kuniga qadar 2-10 yoshli bolalarga bu dori preparatlarini tarqatish orqali ommaviy degelmintizatsiyasining birinchi turi o'tkazilmoqda. Bu dori preparatlari gelmintga qarshi preparat bo'lib, bolalar o'rtasida muloqot orqali yuquvchi ichak gelmintozlarini oldini olishga qaratilgan. Bu ommaviy degelmintizatsiyaning birinchi turini o'tkazishda barcha tibbiyot xodimlarini hamda ta'lim muassasa xodimlari jalb qilingan hamda ularga bu dori preparatlarini tarqatish bo'yicha tadbirlarni o'tkazilishi sifatli bo'lishi uchun tushuntirish ishlari o'tkazilindi hamda bolalarning o'ziga ham ota-onalarga ham o'tkazilinib borilmoqda. Bu antigelment preparati bolalarga profilaktika maqsadida berilmoqda hamda profilaktika dozasida beriladi. O'zbekiston Respublikasida, shu jumladan Toshkent shahrida 21-aprel hamda 3-may kunlarigacha degelmintizatsiya kunlari tadbirlari boshlandi. Ommaviy degelmintizatsiya har bir o'sha 2 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni gelmintoz kasalliklarini oldini olish maqsadida o'tkazilmoqda. Demak, ichak gelmintozini oldini olish maqsadida bu berilayotgan preparat, ya'ni albendazol preparati profilaktik dozada berilmoqda. Bundan tashqari 2 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga albendazol preparatining 200 mg beriladi. 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga 400 mg beriladi. Bu profilaktik dozada hisoblanadi. Hech qanday zarari yo'q. Videorolikda aytilganidek, bolaning jigariga ta'sir qiladi deyilgan gaplar bu albatta asossiz. Shifokorlar tomonidan nazoratga olinib, to'q qoringa suv bilan ichilishi tavsiya etiladi. Agar yosh bolalar tabletkani yutishga qiynalsa, maydalab yoki chaynash orqali qabul qilinishini maslahat berib tavsiya qilinmoqda. Hozirgi kungacha Toshkent shahrida o'tkazilgan bu degelmintizatsiya tadbirlari natijasida bolalar o'rtasida hech qanaqa noxush holatlar bo'lmadi. Bolalarga salbiy ta'sir o'tkazilmadi. Gelmintlar xalq tilida gijja deb ataladi. Gelmintoz kasalliklari bu juda ham ko'p, dunyo bo'yicha 250 dan ortiq turi tarqalgan. Respublikamiz bo'yicha 10-14 xillari bolalar o'rtasida kasalligi qayd etiladi. Bu kasalliklar asosan o'sha muloqot orqali yuquvchi yoki mana ho'l meva sabzavotlarni agar o'sha tuproqqa tushgan gelmintlarimiz orqali boyagi ho'l mevalarimiz yaxshi yuvilmasdan yeyilish natijasida ham bu kasalliklar yuqishi mumkin.
O'shaning uchun gelmentoz kasalliklarimizni bu bolalar kasalliklari o'rtasida eng keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Degelmentizatsiya tadbirlari har yili olib boriladi. Degelmentizatsiya tadbirlari olib borilgandan keyin bolalar o'rtasida bu degelmentizatsiya tadbirlarini samaradorligini aniqlash bo'yicha laboratoriya tekshiruvlari olib boramiz. Laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilgandan keyin degelmentizatsiyadan oldingi holat bilan keyingi holat tahlil qilinganida haqiqatdan ham bolalar o'rtasidagi kasallanish 1,5-2 baravarga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, degelmentizatsiya tadbirlari bu samarali deb hisoblaymiz. Hamda bu kasalliklarni shaxsiy gigiyena qoidalariga, ko'nikmalariga hosil qilinishi bo'yicha ham sanitar targ'ibot ishlarini olib boramiz. Va buning natijasida haqiqatdan ham bolalar o'rtasida degelmentizatsiyaning samaradorligi natijasida gelmentoz kasalliklarining kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ota-onalarimizga aytib o'tishimiz kerak, hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Har bir dori vositalari sog'lom bolaga ichirilgandan keyin albatta shifokor yana ko'rigidan o'tkazadi. Hozirgi shu bugungi kungacha mana 21-dan boshladik bu tadbirni. Degelmentizatsiya tadbiri o'tkazilmoqda, lekin hech qanday bir nojo'ya ta'sirlarni uchratmadik. Muloqot orqali yuqadigan kasalliklarni, ya'ni parazitar kasalliklarni shu ota-onalar bilan suhbatlar mobaynida mana bunday bukletlarni, yoriqlar bilan tanishtiramiz. Bu bukletlar ota-onalarga to'liq ma'lumot berilgan va shu haqida ular tanishib, o'zligi xulosa chiqarishligini biz so'rab qolamiz. Bu ichak gelmentoz kasalliklarini oldini olishda asosan shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi tavsiya beramiz, chunki shaxsiy gigiyena qoidalarini, ko'nikmalarini hosil qilingan taqdirda bu gelmentoz kasalliklarini kamaytirishimiz mumkin. Endi biz hozir mana profilaktika maqsadida bolalarga bermoqdamiz. Shifokor ko'rigi ostida dedik. Bolalarimizni mana o'zi yiliga bir marta tibbiy ko'rikdan o'tkazilinadi. Jigari kasalmi, boshqa kasalliklari bor bo'lgan bolalar dispanser nazoratga olinadi. Mana shu dori preparatlari berishda ham dispanser nazoratida turgan bolalar yoki mana sog'lig'i bo'yicha salbiy kamchiliklari bor bo'lgan bolalar bu albendazol dori preparatlari bularga berilmaydi. Qachonki o'sha sog'lom holatda beriladi. Albendazol dori preparatlari bu profilaktika dozada berilar ekan, shifokor ko'rigi ostida hamda tibbiyot xodimlarining nazorati ostida berilsa, bu albendazol dori preparatlari bolalarning organizmiga hech qanaqa noxush holatli yoki salbiy ta'siri bo'lmaydi. Shuning uchun ham ota-onalar yoki mana xalqimiz buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bolalarimizni naborat sog'lom bo'lishligi uchun bu gelmentoz kasalliklaridan kamaytirish maqsadida berilayotganini tushunish kerak. Bu gelmentoz kasalliklarini oldini olishda bizda oilaviy poliklinikalarning klinik diagnostik laboratoriyalarida va Sanepidxom Toshkent shahar o'sha boshqarmasi tuman parazitologiya laboratoriyalarida bolalarni gelmentoz kasalliklariga tekshiruvlar olib boriladi. Bu tekshiruvlar natijasida aniqlangan parazitar kasalliklarga o'z vaqtida davolash ishlari o'tkazilib borilmoqda. Muloqotdagilar aniqlanib, ularga ham chora-tadbirlar o'tkazilinadi. Hamda parazitar kasallik aniqlangan bolalar dispanser nazoratiga olinadi. Maqsadimiz bolalar o'rtasida gelmentoz kasalliklarini kamaytirish. Chunki gelmentoz kasalliklari bor bo'lgan bolalarda bir qancha klinik belgilar paydo bo'ladi. Ularda qorinda og'riq, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynish, ishtahasizlik, allergik toshmalarni toshishi hamda holsizlik, immunitetning tushib ketishi, tez shamollash holatlarini boshdan kechirilishi, immun sistema tushib ketgandan keyin tez kasallikka chalinadigan bo'lib qoladi bolalarimiz. Mana shu holatlarni oldini olish uchun profilaktika maqsadida bolalarimizga bu dori preparatlarini beramiz. Bu dori preparatlarini berishda nafaqat biz bu parazitar kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz, balki uni asoratlarini, uni natijasida kelib chiqadigan bir qancha somatik kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni oshqozon ichak kasalliklari, asab tizimi kasalliklari,
allergik holatlar, mana kamqonlik kasalliklarini ham oldini olgan bo'lamiz. Nega aynan bolalar? Bu degilmentizatsiya tadbirlarini o'tkazishimizdan maqsad bolalar o'rtasida shaxsiy gigiyena ko'nikmalarining kamligi yoki bolalar jamoalari, mana maktab, bog'chalarda jamoa bo'lib ular o'qishadi. Ana o'shanda bu gelmintoz kasalliklarimiz muloqot orqali yuquvchi kasalliklar hisoblanadi. Shuning uchun ham bolalarimizda bu kasalliklarni oldini olish uchun bu degilmentizatsiya tadbirlari o'tkaziladi. Masalan, bu tabletka faqat bir marotaba beriladi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha organizmni mana shu gelmentlardan tozalash uchun. Bolalarni har doim nazorat qila olmaymiz. U baribir iflos qo'llar bilan nimadir iste'mol qilishi mumkin. Bu yuqumli ham qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Masalan, o'rin ko'rpalarni o'sha tozaligi, sanitariya talablarga javob bermasligi, boshqa. Mana shu holatlarga ko'ra bu dori iste'mol qilib profilaktik choralar o'tkazilgandan so'ng ham yana qayta gelmentlar organizmida paydo bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Biz hozir profilaktika maqsadida berganimizdan keyin shu bilan birgalikda bolalarga, ota-onalarga, ta'lim muassasalariga gelmintoz kasalliklarini oldini olish bo'yicha yoki kasallikni keltirib chiqaradigan asosiy omillardan biri shaxsiy gigiyena qoidalari to'g'risida to'xtalib o'tamiz hamda tushuntirishlar berib boramiz. Chunki gelmintoz kasalliklarining asosiy kasallikni oldini olish chora-tadbirlaridan biri shaxsiy gigiyena qoidasi. Bu iflos qo'llar orqali yuqadi deymiz. Shuning uchun bolalarni qo'llarini tez-tez yuvishi, ovqatlanishdan oldin, hojatxonadan chiqqandan keyin, maktabdan, ko'chadan o'ynagandan keyin, uyga kirgandan keyin qo'llarni sovunlab yuvishi yoki mana itlar bilan, mushuklar bilan muloqot bo'lgandan keyin albatta qo'lni sovunlab yuvishligi, xolis ekinlari, sabzavotlarni iste'mol qilishdan oldin yaxshilab yuvib, qo'llarni yuvilgan holatda iste'mol qilinishini tushuntiramiz. Chunki haqiqatan gelmintoz kasalliklari bilan inson agar shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinmasa, ko'nikmalari hosil bo'lmasa, umrining oxirigacha bu gelmintoz kasalliklariga bilan kasallanishi mumkin bo'ladi. Va natijada organizmda surunkali holatda bu gelmintoz kasalliklarni bo'lishi bir qancha og'ir asoratlarga olib kelinishi bo'ladi. Va boshqa bir boyaga aytib o'tgan somatik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Aqliy rivojlanishga ham demak bu ta'sir qiladi. Aqliy rivojlanishga ham, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish ham ta'sir qiladi. Chunki gelmentlarimiz ichaklarda rivojlangandan keyin, agar ular o'z vaqtida davo olinmagandan keyin gelmentlarimiz endotoksin ajratib, u qon orqali o'sha miyaga, boshqa bir organlarga borishi mumkin bo'ladi va uzoq muddat davo olinmasa bu o'sha organizmda o'zini o'sha asoratlarini ko'rsatadi va natijada agar o'z vaqtida tekshirilib bu gelmintoz kasalligi tashxisi qo'yilmas ekan, boshqa o'sha ikkilamchi kasalliklarni davosi bilan bu bolani biz to'liq sog'lomlashtira olmaymiz.